Bir necha kun avval Jiddada yoshi ulug' bir inson vafot etdi. U kishi 100 yoshga kirgan ekanlar. 100 yil umr ko'rganlar. Har kuni 5 vaqt namozini masjidda o'qirganlar. Egilib qolganlar. Shunda ham 5 vaqt namoz masjidda. Yurishga qiynalib qolgan bo'lsalar ham masjiddan qolmaganlar. Hatto odamlarga imomlik ham qilib turganlar. Doim va'z nasihat qilib yurar ekanlar. Vafot etganlarida butun mahalla, qo'shni mintaqadagilar ham, bozorda savdo qiluvchilar ham barcha eshitganlar janozaga kelgan. Namoz o'quvchilar ko'chaga chiqib ketgan, yo'llar to'lib ketgan, harakat to'xtagan. Janozadan keyin hamma qabristongacha kuzatib qo'ygan. Bu kishi Shofiy mazhabining ulamolaridan bo'lganlar. Umr bo'yi ilm berganlar. Bu yerda bizlar uchun ibrat. Bu odam 100 yil 5 vaqt namozni masjidda o'qiganlar. Zikr, duo, ibodat, doim odamlarni da'vat qilib yurganlar. To'xtamay ilm berganlar. O'lim har kimga turli holatda keladi. Bu kishi qanday vafot etdilar? Masjidga ketayotganlarida bir shoshqaloq mashinasida tez yurib kelib urib ketibdi. Subhanalloh. Ramazonda masjidga ketayotgan bo'lganlar va avariya hodisasida vafot etganlar. Hadisda aytilgan, kimni bir narsa bosib qolib vafot etsa, shahidlar qatorida bo'ladi. Ustozimiz Shayx Abdulaziz aytganlar, avariya hodisasida vafot etganlar ham bu hadisning ma'nosiga kiradi. Bu yoshi ulug' insonning xotimalari chiroyli bo'ldi deb gumon qilamiz va bizlar ham xotimamiz chiroyli, yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Alloh taolo bizlarga o'zi rozi bo'ladigan holatda vafot toptirishni nasib etsin. Chunki inson qanday holda vafot etsa, o'sha holatda qayta tiriladi. Allohdan husn xotima so'raymiz.